Xo'jalikda birinchi qat şobilashak ulanlar maydoni 2000 gektardan ortiq. Ularni shoptirib, oziq yetib o'rnashtiruv bilan 2 destalab texnika shug'ullanashak. İşini 2 minalashtirgan. Agarda kunni yaxshi ettirib yashasa, bir 5000 tonnali basını biz eng azında 5 kunda solib yo'qqa tegish bo'lamiz. Tulayım rayonu boyunca 11 000 gektardan o'ng'irjiyasi bor. Ulanlarni birinchi qat shobidan har shortli tirlikka 10-12 tsaner oziq hazırlaw maqsad etilgan. Alda buruş ya bir rayon bo'yicha среднем Kashqaga 35 tanda kim karma единицы hazırlarga 20 yaqin kombaynimiz var. Unga yaqin samoходный косилкаларыбыз var. Подборщиклар, прицепный косилкалар barda hozirgi kunga hazırlangan. Rayonning oziq yetishtiruv texnikasi parki kuvvetli. Maxsus komissiya 8 xo'jalikda bo'lib, texnikani hazırlagan e'tiborlab tekshirdi. Baya har vaqt davsha yuqori. Tatariston Respublikasi Ovul xo'jaligi ministrligi vakili kishi resurslarini e'tibor muhimligini belgiladi. Ovul xo'jaligi производствосында eng zo'r вопрос kishining sanobatligi. Butun talablarni o'tasak, remont vaqtida bek e'tibor borish kerak. O'tilgan vaqtda texnikani to'xtamayishi, remontlarga вообще yaramay. Южный xo'jaligi mexanizatori Albert Zahriddinov быйыл 5-chi sezon tirlik oziq hazırlauga chiqa. Bugungi kundan uning xizmat o'rni bosuda. Remontlagan готовый, pishanga hazır. Bizim bitim usiylarni qo'yib boshqarib chiqarga hazır biz. Rayonda pishan hazırlaw ishlarini start berildi.